Menga Koreys avtomobillari yoqadi, lekin ozgina ularda ot kuchi va dinamikasi pastroq bo'ladi deganlar uchun bugun Koreys brendiga tegishli bo'lgan Genesis G70 avtomobili. Ushbu avtomobil 3 litr turbina dvigatel bilan jihozlangan, 370 ta ot kuchini beradi va ayni avtomobil Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan, atiga 2,5–3,000 kilometr masofa bosib o'tgan avtomobil hisoblanadi. Video davomida esa siz avtomobilni texnik xususiyatlari hamda narxini ham bilib olishingiz mumkin. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling. Rangiga ham ahamiyat berasiz, juda ham o'zgacha bo'lgan rang. Aynan bizning bozorimizda, O'zbekiston bozorida kamdan kam uchraydi bunaqangi rang va chiroqlariga ahamiyat berasiz. Aynan Genesisga xos bo'lgan 2 blokka ajratilgan chiroqlar ushbu sport avtomobilida ham saqlab qolingan. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Nisbatan gabariti kichikroq, lekin sport avtomobili hisoblanadi. Shuning uchun ham buning dinamikasi ancha yuqori. Mana bu yerda esa Distronic sensorlari hamda Genesis logotiplarini ko'rishimiz mumkin. Parktronic sensorlar ham gir aylana avtomobilimizda o'rnatilgan. Ko'ryapsizmi? Bu yerda panorama, kattakon lyuk o'rnatilgan va bu to'liqligicha ochilish funksiyasiga ham ega. Avtomobilimizni mana bu qismda aynan jabrlarni ko'ryapmiz. Bular ham funksional bo'lishi kerak. Tormoz disklariga ham ahamiyat berasiz, juda ham yaxshi. Bu yerda Michelin shinalar o'rnatilgan, 225 ga 40 R19 razmerdagi diska va shinalar ushbu avtomobilimizda mavjud. Orqa qism ko'rinishi. Qarang, mana shu aynan orqa qismi Mercedes avtomobillariga ham ozgina o'xshab ketadi. Aynan mana shu to'xtash chiroqlarining shakli o'xshash qilib ishlangan, va xil difuzorlarni ko'rishingiz mumkin. Genesisning o'ziga xos bo'lgan noodatiy dizaynda, ikkalasi ham funksional. Va bu yerdan avtomobilimizning yukxonasini ochishimiz mumkin. Yukxona ham kattagina. Yuklaringizni ham joylab ketishingiz mumkin. Yukxona elektron ochilmaydi, mexanik tarzda ochilib, mexanik tarzda yopiladi. Mana bu yerda esa avtomobilning texnik xususiyati haqida bilib olishingiz mumkin. 3 litr turbina, 4 VD, ya'ni to'rtala g'ildirak ham avtomobilni bir vaqtning o'zida harakatlantira oladi. Orqa ko'rinishi ham chiroyli. Ko'ryapsizmi? Xrom elementlari ham bu yerda juda ham o'zgacha rangda. Ichki qismini ko'rayotgan bo'lsak, qaymoq rang desak ham bo'ladi yoki to'q kul rangga ham o'xshab ketadigan rangdan foydalanib o'tilgan va mana bu qismlarda yumshoq plastikdan foydalanilgan avtomobilimizda va har bitta tugmalariga ahamiyat bering. Bu yerda xrom hamda alyuminiy elementlaridan foydalanib o'tilgan. Mana bu qismlari alyuminiydan foydalanilgan va akustikasini ko'rishingiz mumkin. Yozuvi Lexicon akustikadan foydalanilgan. Ikkita xotira avtomobilimizning o'rindiqlarida mavjud. O'rindiqlar ham sport avtomobillariga xos bo'lgan o'rindiq. Rulda ham elektron boshqaruv bor. Rul ham elektron tarzda boshqariladi. O'rindiqlarda xotira bor. Rulda ham isitish funksiyasi. Undan tashqari esa o'rindiqlarda ham isitish hamda sovutish funksiyalari bor. Avtomobilni o't oldirib ko'ramiz endi. Avtomobilimiz o't oldi. Ovozini past qilamiz va bu yerdan sizga qancha yurganini ko'rsataman. 3563 kilometr masofa shu avtomobilimiz bosib o'tgan. Rul to'liqligicha multi rul, elektron tarzda boshqariladi. Head up displaylari ham bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ana 0 kilometr ko'rsatib turibdi. Bu yerda displeyimiz mavjud. Iqlimni nazorat qilish, undan tashqari multimediani shu yerdan boshqarishingiz mumkin. Skorsimiz mana bu yerda joylashtirib o'tilgan, ko'ryapsiz. Parallel shaklida. Bu yerdan esa avtomobilning drive modlari o'zgarar ekan. Mana Eco, mana bu yerdan ham ko'rsak bo'ladi. Driving mode, Eco, Comfort, Sport Plus. Sportga qo'yganingizda o'rindiqlar sizni yaxshiroq quchoqlashni boshlar ekan. Shuni hozir sezdik. Panoramani ochamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana panorama oynamiz ochilyapti. Juda ham katta panorama tom bu yerda va orqa o'rindiqlarda ham xuddiki sport avtomobillariga xos bo'lgan o'rindiq hamda qulaylikni ko'rishimiz mumkin ushbu avtomobilimizda. Endi menimcha ochilib qo'ysak ham bo'ladi. Panorama tom, kattagina panorama tom o'rnatilgan avtomobilda kraskalari, ya'ni bo'yoqlari top-toza avtomobil. 2023-yil, adashmasam 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 3,5 ga yaqin masofa bosib o'tgan ushbu avtomobilimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 68,000 AQSh dollari deb baholangan avtomobil. Aytib o'tdim, 3 litr turbina, 370 ta ot kuchi, uzatmalar qutisi esa 8 pog'onali uzatmalar qutisi bilan jihozlangan avtomobil. Shahar sharoitida ushbu avtomobil ko'pi bilan 8-9, borsin 10 litrgacha yoqilg'i sarf qiladi. Narxi 68,000 AQSh dollari. Pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqib, yana narxidan kelishtirilgan holda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Genesisni yoqtiradigan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying.